hech kim sizga pul bermaydi. Hali ishonch qozonmagansiz, o'zingizni isbotlamagansiz, ko'rsatmagansiz. Mashina haydashni bilmagan odamni xayolida xuddiki hech qachon mashina hayda olmaydigan deb bir tushuncha bo'ladi-da. Tezroq rivojlanish kerak. Xususiy studiyalarimiz, prokatlarimiz, yaxshi rejissyorlarimiz bor, boshqa sohalarda yurish. Biz o'zimiz ham qolib ketib qolganmiz. Biz shu suratga olish maydonchasida badiiy kengashni o'ylab ishlaymiz. Men xalqimiz bilan gaplashsak, doim eski kinolarimiz zo'r edi degan gapni ko'p eshitamiz. Balkim bu umumiy jamiyatdagi kayfiyatga bog'liqdir. Kulishga odamlarning vaqti yo'qdir. Biza bir sitcom ishlab tilimiz kuyib qolgan. Men bu faqat O'zbekistonga tegishli bo'lgan an'ana yoki qadriyat. Afsus bizda kino yo'q. O'sha paytda 2017-yil bizdan 70 million so'm so'rashdi. Haligi ot uchun. Aslida biz tomoshabinni o'ylashimiz kerak. Ijodkorlarga erkinlik kerak.